Dadasi, boshlandi shekilli. Yo'q, hozir. Voy bolam, boshlandimi? Voy ishingizni tashlang. Voy bolam, tez yugur mashina top. Xo'p. Nargi mahallada mashina bormidi? Ey, to'xta, ulgurmini shekilli. Nazira xolangni chaqir. Voy, adasi rostdan yaxshimanmi? Ko'tim abdim qattiq uryapti. Yoki o'ziga borib kelamiz ammo. Hozir doktor soppa sog'siz deb ketdi. U duk qilgan, u yurak o'zi shunaqa uradi. Men ishga ketsam maylimi? To'xta. Boshlandi. Voy, yo'q, hozir. Hali 3 oy bor-u. Ayoy, 3 oy bo'lmadi. Voy, qani? Qaysi tomonda? Kelin, chuqur nafas oling. Voy bolam, suyunchi ber, o'g'il. Xudoga shukr. Bo'pti, men dalaga ketdim bo'lmasa. To'xta, aytgancha ismini nima qo'yamiz? Bilmadim, o'zinglar bilasizlar. Ha, bugun o'zi kun nima edi? Juma. Jumaga qo'yar ekanmiz-da. Renat. Bo'lmaydi. Timur. Yo'q. Akmal. Yo'q. Ibo. Voy. Vashshi bo'lmaydi. Tashlab ketgan. Nima? Kim u? Ha. Voy, unaqa savollar bermasdan ism tanlashvoring. Anaqa hech kim qo'ymagan, ya 5 ism bo'lishi kerak. Ventilyator bek qo'yib. Hech kim qo'ymaganda. Tez bo'lay, vaqtim yo'q meni. Hozir aka, onasi. Dadasi, ovora bo'psiz-da, uyimizda eshak ham bor edi, o'shanda ketaverardik. Yo'q, nega? Bo'laqa. Ya, Gulmingimi? Hozchiman. Brat, kenayim chiqadilarmi o'zi? Hozir. Ali, men qara 2 soatdan beri kutamiz. Chiqasanmi, yo'qmi? Nimaga bunaqa mashinada keldingiz? Maski BVX top kerak degandim, bolarimizga limuzin. Ayuchilarimiz ham kam, 10 top kerak degandim. Gulizaxonni qarang, shashar chiqyapti. Yo'q, chiqmayman. Chiqmasang battar bo'l, tushundingmi? Senlar ham jonga tegdilaring. Yo'qol, tur yo'qol. Voy, dod xotinim o'g'il bolaga aylanib qoldi. Dadasi to'yib ketganmi, uydagilar bilsa nima bo'ladi? Yaqinlashma. Xavotir olmang, bir narsada qattiq xursand bo'lsa, o'zimga qaytarkanman. Endi nima qilamiz? O'g'lim, xotining ko'rinmaydi. Oyisinikiga ketdi. Nima? Mendan so'ramasdan, ha? Yo'q, qilmay. O'zim haydab yubordim. Bir jazosini olsin. Bu kim? O'rtog'im, o'rtoq. Choy qo'yib, idishlarni ham olib. Bildirib qo'yarsan. Odam uyda o'tiraverib chirib ketdi, ko'chaga chiqaylik aylangani. Menimcha pomada yarashmasa kerak senga hozir. Hech o'rgana olmayapman-da, esimdan chiqib ketyapti. Qaysi birini kiyaman endi? Sarig'iniki yarashadi. Ha, shu chiroyli-a? O to'nka sen hali ham tushunmayapsan. O'zingga qarab, godeyni qaragin. Menikidan ham katta bo'lsa kerak. Miyang. Ishlat o'shani. Faqat shu yoqda yotmoqchiman demagin. Nima qilay, ko'chada yotaymi endi? Ma, faqat uzoqroqda yotgin. To'xta. Menga qarani, o'rtog'im bir haftadan miskin nima qilyapti? Kelinimiz ham bir haftadan beri ko'rinmayapti. Bu nimadir bizdan yashiryapti. To'g'risini ayt, anu kim? To'g'risini aytaveraymi? Keliningiz. Valna xolodilnigi zo'rda, kullari ham o'zi bilan. Valna kir mashina ham ishlab chiqaryapsiz-kana? Bo'lmasam-chi, eng asosiysi o'zimizning milliy brend. Zo'r tomoni Valnadan bitta xolodilnik sotib olib, avtomobilni yutib olsa bo'ladi. Qanaqa yutib oladi uni? Buning uchun Valna xolodilnigini sotib olib, undagi kodni maxsus botga yuborsa bo'ldi. Aytgancha, bu xolodilnik senga. Yo'q, rostdan. Voy, rahmat, rosa ham xursandman dadasi. Voy, onasi o'z xoningga qaytding. Voy, rostdan. Siz menga qarang, kecha menga yerda yotdi deb aytdingizmi? Oyjon bilan Adajon yonida xotinim emas, o'rtog'im deb aytdingizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman qanaqa o'rtoq bo'lishini. O'zim ham bilaman, siz meni yaxshi ko'rmaysiz, yomon ko'rasiz. O'g'il bola bo'lgani yaxshi ekan.